Eng birinchi yil davomida bizga kerak bo'ladigan narsa hayotingizda qanaqa voqea hodisa sodir bo'lishidan qat'iy nazar siz hech narsaga va hech qanday vaziyatga bu shunaqa, bu bunaqa yoki mani pulim yo'q yoki mani hayotim yaxshi emas yoki hayotimdan ko'nglim to'lmaydi deb aytmaysiz, balki siz hozircha shunaqa degan gapni har doim qo'shishingiz kerak. Esingizda bo'lsin. Hozircha shunaqa, hozircha mani kayfiyatim yo'q, hozircha mani holatim shunaqa, hozircha man shu ongdaman yoki hozircha manda mana shunaqa vaziyat. Ya'ni bitta narsani bilishingiz kerak. Men sizga boshda ham aytdim. Hozir yer o'sha 5-o'lchamga o'tgan. Ya'ni 5-o'lcham bu sizni yurak darajangizdan yuqori darajada, ya'ni anglash jarayoni yuqorilashib boryapti. Xuddi shunday paytda siz ma'lum bir narsaga nom bersangiz, sizni ongingiz xuddi shu platformada joylashadi. Ya'ni bizni ongimiz turli xil platformalarda bo'ladi-da. Biz ongimiz bilan qaysi platformaga o'tsak, ma'lum bir bu platformada ma'lum bir ong, ma'lum bir tushuncha va ma'lum bir bizni iqrorliklarimiz bo'lgan o'sha platformada tursangiz, bu degani onga nom berdingizmi, bo'ldi, shu joyda qotadi. Masalan, siz nima deysiz? Hayot yashash qiyin desangiz, misol uchun, bo'ldi. Sizni ongingiz mana shu qiyinchilik platformasiga o'rnashadi. Yoki siz aytsangiz, mani erim hech qachon o'zgarmaydi, u xuddi shu darajada qoladi desangiz, bo'ldi. Siz o'sha platformani aktivlashtirib yuborasiz va sizga doimo o'sha o'zgarmaydigan er yoki qiyin bo'lgan hayot taqdim etiladi. Esingizda tursin, har doim ongingizni har xil o'zingizga yoqadigan yengil programmalarga programmalashtirib boraverasiz. Men sizga avval birinchi darslarda aytganman, siz hozircha nimaga ishonasiz, xuddi shu narsa hayotingizda bor. Nimaga ishonmaysiz, u narsa hayotingizda yo'q. Endi biz har doim nima qilganmiz? Ko'rgan narsamizga ishonganmiz, ko'rmagan narsamizga ishonmaganmiz. Shuning uchun ota-onamizda nima ko'rgan bo'lsak, xuddi shu hayotimizda bor. Ko'rmagan bo'lsak, mana hayotni ko'rmagansiz deylik, uni qanaqa bo'lishini bilmaysiz, tasavvuringizda yo'q. Shu narsa sizni hayotingizda yo'q. Chunki sizni ota-onangiz, ota-onangizni ota-onasida bu narsa bo'lmagan. Endi, mani ota-onamda bunaqa bo'lmagan, shuning uchun menda ham bo'lmaydi demasligingiz kerak-ku. Siz ongingizni dasturlashingiz kerak, to'g'rimi? Dasturlash uchun siz ko'rmagan narsangizga ongingizni dasturlaysizki, ongingiz keyin moddiy hayotga realizatsiya qilib o'sha narsani tortib olsin. Agar siz misol uchun 1 millionga yashasangiz hozir 5 million topishim mumkin emas, u uchun qanchadir ham ishlashim kerak, ertayu kech tinmasdan ishlashim kerak, nimadir qilishim kerak va hokazo aytsangiz, xuddi shu narsa keladi. Qiyin topasiz pulni va qiynalib topgan pulingizni ishlatgingiz kelmaydi, qizg'anchiqlik ongiga kirasizda, mana shunday bo'lib ketaveradi. Nega? Chunki siz ongingizni dasturlab bo'ldingiz. Shuning uchun juda ham sizga masalan 1 yildan keyin ham agar men nimadir dars o'tsam, o'shanda ham xuddi shu narsani takrorlayman. Bu kerak bo'ladigan narsa. Hech qachon biror narsaga nom bermang. Masalan, nima deysiz? Masalan, mani nima deyish mumkin? Qaynonam faqat meni urishadi yoki menga jahl qiladi yoki ko'pchilik kelinlarimiz o'g'lini mendan rashk qiladi. Bo'ldi. Mana shu ongi qiynaydigan qaynonaga ongingizni moslashtirib olasiz va vaziyat o'zgarmay turaveradi. Sizga nom bermaslik shuning uchun kerakki, siz o'zingizni gapingizni pechatlab, nima qilib qo'ymoqchisiz, tasdiqlab qo'ymoqchisiz va bu ong platformasidan o'zgarmoqchi emassiz. Yozib qo'ying, hech qaysi vaziyatga, hech qanaqa holatingizga na o'zingizni, na boshqani nom bermaysiz. Bu har doim kerak. Bildingizmi nom berganingizni? Ayting, hozircha shunaqa. Masalan, nima deysiz? Siz eng degan narsa pulni barakasi yo'q deysiz, Xuddi shunaqa bo'ladi. Topgan pulingizdan mazza qilib ishlata olmaysiz. O'zingizga ham qizg'anasiz ishlatishga, masalan, farzandlaringizga ham ishlatishga qizg'anasiz. Mazza qilmaganingizdan keyin qizg'anchiqlik ongida ishlatilgan pul har doim sizga mazza olib kelmaydi. Saxiylikda ishlatilgan pul sizga 3 barobar bo'lib qaytib keladi. Men nima uchun pul, moddiyat haqida gapiryapman? Chunki moddiyat bilan tezroq tushunadi inson ongi.
yo misol keltiring deb aytiladida yoki. Bu birinchisi. Endi nima qilasiz yil davomida, masalan, qanday yana o'zingiz bilan ishlash mumkin? Sizga har doim minus fikrlar kelishi mumkin. Minus fikrlar kelganda siz har doim uni plyusga aylantirib yurishingiz kerak. Masalan, qanaqa minus fikringiz keldi? Deylik, Farida, siz o'zingiz chetda ekansiz. Birorta minus fikr yozib yuboring-da menga. Zapisni qoldiraman, shuning uchun men ishtirokchilar kirishini ham kutmadim-da. Men yozib qoldiraman bu zapisni. Ularga tushunarli bo'lishi uchun. Birorta minus fikr yozing. Vot, oyligim oshmaydi. har kuni avariya bo'lsa-chi? Kim avariya bo'lsa, yigitingizmi yoki kim avariya bo'lsa-chi? Yoki o'zingiz avariya bo'lishingizdan qo'rqasizmi? Qarang, birinchidan boshlayman. Yaqin insonlardan biri. Har doim, har kuni o'zingizga kamida 10 ta yoki 20 ta, davayt 20 ta deb olaylik. Bu juda ham oson va juda ham vaqtingiz kam sarflanadi. Har kuni 20 ta sizni minus o'y fikrlaringiz topasiz. Xuddi shunaqa, oyligim oshmaydi, avariya bo'lsa-chi, yaqin insonlarimdan ajralib qolsam-chi degan har kuni bir xil kelsa ham yoki har kuni har xil kelsa ham kanalga ham yozib tashlab qo'yishingiz mumkin. 20 ta sizga rivojingiz uchun qarshilik qilayotgan 20 ta bloklarni topasiz. Davayt 20 ta blok topasiz. Birinchi hammasini qog'ozga yozasiz, 20 tasini. Undan keyin har bittasini blokingizda plyusga aylantirib chiqasiz. Eritasiz desam, bu sizga kattaroq ish bo'lib ketishi mumkin. O'sha uchun yengilroq bo'lgan vazifani beraman. Oyligim oshmaydi deb yozdingiz va yonidan yozasiz. O'zingiz kutmagan joydan, ya'ni ongingizga umuman farqi yo'qda, kim oyligingizni oshiradi, qanaqa qilib oshiradi, ya'ni bu aqlniki. Men ishimdan bo'shamasam oyligim o'zgarmaydi-ku, boshqa degan faktorlar, bu faqat aqlniki. Siz bu yerda oyligim o'zim kutilmagan ravishda oshdi yoki masalan hozir 3 million yo 5 million oylik olsangiz, oyligim hozirgi zamonda yozasiz. Meni oyligim shu oy masalan 1 baravarga oshyapti yoki hozir men shuncha pullarni oyligim uchun 1 oylik pulni qo'limga olyapman deb yozasiz. Ya'ni har bitta yozgan minus fikringizga, har bitta yozgan blokingizga 3 tadan plyus kirgizib chiqasiz. 3 tadan ongingizga variant berib chiqasiz. Bu nima uchun kerak? Hozirgi holatingizni siz qaysi ongingizda tortib olgan bo'lsangiz, qaysi ongingizda yaratgan bo'lsangiz, masalan tasavvur qilingda, men eslayman, o'zimni voqeamdan aytib beraman. Men studentligimda, institutda o'qib yurgan paytimda, o'sha paytda biz o'qigan paytimiz eng birinchi modadagi mashina Tiko bo'lgan, undan keyin Matiz bo'lganda, men har doim o'sha paytda orzular xaritasi haqida eshitgandimda, oyni ishlashini tushuntirib bermoqchiman. Har doim rasmlarni qo'yardim va qizil Matizni yopishtirib qo'yardim. O'rtasiga qizil Matiz bo'lardi. Undan keyin shu onga farqi yo'qda, o'shani tasavvur qilavergan. O'shandan keyin qanchadir ham yillar o'tdi, men bu orzuyim haqida unutdim va men hayotimga Matiz kirib kelganda, lekin rangi delfin rang bo'lgan, ko'k bo'lgan. Ya'ni men o'sha kirib kelganda u qilgan orzuyim haqida eslaganman. Ya'ni hozirgi hayotingiz qachonlardir o'ylagan o'y-xayollaringiz natijasi. To'g'rimi yoki yo'qmi? Shu gapga qo'shilasizmi? To'g'ri. Endi
bizni qachonlardir o'ylagan o'y-xayolimizni natijasi bugungi kunimiz bo'lsa, biza ertangi kunimiz o'zgarishi uchun biz ongimizni har kuni dasturlab boraverishimiz kerak. Qarang, ongga bir kunda siz nechta voqea hodisalar bilan duchor bo'lasiz-ku, nechta voqea hodisa hayotingizda sodir bo'ladi. Xuddi shu voqea hodisalarda bir nechta ongda bloklar paydo bo'ladi. Sizni vazifangiz blok chiqqan joyda u blokni yozib, o'rniga pozitiv narsani o'zgartiraverish. Undan boshqa variantingiz yo'q. Chiqadi bugun bitta blok, sразу o'zgartirasiz. Bugun bitta blok chiqadi, yana o'zgartirasiz. Bu xuddi masalan ko'chaga chiqib kelib qo'lingizni yuvgan bo'lishingiz bilan teng-da, yoki kiyimlaringizni yuvishingiz bilan teng. Biz hech qachon ongimiz bilan ishlamaganmiz. Tasavvur qiling, biror odam bundan 10 yil oldin agar onging bilan ishla desa, vobshe kulardi. Endi hozirgi zamonda ozgina odamlar tushunib qolgan, shu ishlash kerak degan narsa. Hali ham 100% emas. Masalan, sen onging bilan ishla desangiz, undan ko'ra ko'chaga chiqib million sudda ishlarni hal qilaman, shu bilan hal bo'lib ketadi deb o'ylaydi. Yo'q. Unaqa bo'lmaydi. Hozir o'sha yer boshqacha, energetika boshqacha, yerni o'lchami boshqacha. Endi avvalgidek ongsiz yashash bilan biror narsaga erishib bo'lmaydi. Shunday ekan, har kuni siz o'zingizni ongingizni tozalashingiz kerak va boshqa variant berishingiz kerakki, u kelajakdagi bir kun, ertangi kundagi real hayotini bir kun oldin ongda tasavvur qilib bo'lgan bo'lish kerak. Shuning uchun har bitta yozgan negativingizga yoki blokingizga 3 tadan pozitiv yozib chiqasiz. Masalan, meni oyligim bir deganda o'zim kutilmagan joyda o'zgardi va bunga yarasha mana shuncha maosh olyapman. Bu birinchisi. Keyin yana bugun masalan shu 5 million yoki 10 million oyligimni qo'limga oldim. Men shuni 5 millionni bir narsaga ishlatyapman, yana 5 millionni mana bu narsaga deb yozasizki, toki sizni ongingiz o'shani normal deb qabul qilsin-da. Nima uchun bizni ongimiz normal deb qabul qilmaydi? Chunki ishonmaysiz. Masalan, hech qachon suvsiz qolib ketmagansiz-ku yoki nonsiz qolib ketmagansiz, och qolib ketmagan. Sizni ongingiz har doim suv bilan nonga pul kelishiga ishongan. Chunki ota-onangiz ham shu narsani olib yashagan, misol uchunda hech qachon ocharchilikda qolmagansiz. Lekin urush paytidan keyingi odamlar ocharchilikda qolgan va ularga non bilan suv kelishi ham qiyin bo'lganda, endi bizning hayotimiz energetika yengillashgani hisobiga yengillashib ketyapti va bizda non bilan suv kelmasligiga qo'rquv yo'q. Va shuning uchun biz non bilan suvni arzon bo'lganligi uchun emas, oson bo'lgani uchun siz buni hayotingizda har doim kirib kelganini ko'rganingiz uchun shunaqa kirg'iz olgansiz. Xuddi shunday fakt deb tushuning va har kuni yozing. Bu vazifani butun umr qilishingiz ham mumkin, lekin agar mana shu ongingizni bloklarini plyusga aylantirish bilan agar siz bir oy 20 kunda birinchidan effektini bildiradi. Farida, sizda yuqori ongda ilmda ham borsiz. Sizda bu o'sha kuni yozsangiz, ertasi kuni bilinishi kerak. Chunki sizni vibratsiyangiz paka yetadi. Boshqa ishtirokchilarimiz, doimo shuni ichidagi ishtirokchilarimizda 5 tinmay har kuni besperiривно qilganingizda 20 kunda o'zini effektini ko'rsatadi. Ya'ni hayotingiz o'zingiz kutilmagan holatda o'zgarib ketayotganligini ko'rasiz. Bu juda muhim. Endi bu keyingisi, undan keyingisi yozing o'zingizga. Siz man deb yozing. Men kelajagimni qanday ko'rgim kelyapti yoki men kelajagimni qanday ko'rishni xohlayman. Har doim siz kelajak deganda bu qaysi kun? Bir oydan keyingi o'zingizni qanaqa ko'rmoqchisiz? Qisqa so'roqda yozasiz. Bir oydan keyingi bo'lasiz. Finansingizni qanaqa ko'rmoqchisiz? Jamiyatdagi o'rningizni qanaqa ko'rmoqchisiz va fiziologik o'zingizni, tanangizni rivojini qanday ko'rmoqchisiz? O'shalarni erinmasdan yozasiz va hozirgi zamonda yozasiz. Tushunyapsizmi? Kelajagingizni yozasiz. Men kelajagimni qanday ko'rgim kelyapti? Mana, men kelajagimdagi
Tushunarli. Aha. Men kelajagimni qanday ko'rgim kelyapti? Masalan, finans tarafdan. Hech qachon ongiz ishonmaydigan summani yozmaysiz. Masalan, hozir sizni oyligingiz deylik 3 million yoki 5 million, srazu siz 50 million bir oydan keyin deb yozmaysiz, chunki ong unga ishonmaydi va bu vazifani boshqa qilmaydi ham, sizni hayotingizga kelmaydi ham bu narsa. Siz ishonadigan summangizni yozishingiz kerak. Masalan, mumkin bir baravar ko'paytirib yozishga. 1 million, 2 million deb yoza olasiz. 2 million, 4 million deb yoza olasiz. Hozircha undan ko'p emas. Finansda shunaqa deb yozasiz. 2 oydan keyin, 1 oydan keyingi holatingiz. Jamiyatda o'zingizni qanaqa ko'rmoqchisiz? Xuddi shunday yozasiz. Uni ham bugungi hozirgi zamonda yozasiz. Olyapman, qilyapman, mani 1 oydan keyingi hozir shunaqa chislo deb yozsangiz ham bo'ladi. 1 oydan keyingi vaqtni va men shuncha pulni qo'limga olyapman. Bu mani falon joydan kelgan pullarim. Agar bitta ishingizdan kelishiga ishonmasangiz, boshqa variantlar berasiz-da. Tushuning, ma'lum bir vaziyatga nisbatan siz ongingizga juda ham ko'p variantlar berishingiz kerak. Juda ham ko'p. Hatto uni siz ishonmasangiz ham, masalan, lotereyadan yutib olaman, akam sovg'a qiladi, turmush o'rtog'im sovg'a qiladi. Misol uchun hattoki turmush o'rtog'ingizni hozir ishsiz bo'lsa ham deylik, yoki umuman sizga butun umr yashagansiz, umuman sovg'a bermagan bo'lsa ham, siz bundan keyin xuddi shu sovg'ani olyapman yoki menga shunaqa pul ajratilyapti bir kunda turmush o'rtog'im tarafidan deb yozishingiz kerak. Chunki ong, siz tushuningda, yosh bolaga o'xshaydi. Uni nimaga dasturlasangiz, xuddi shunga qarab ketadi. Ongni qiyin kelajakka dasturlasangiz, u har doim qiyin kelajakni tortib beradi sizga. Yosh bolani qaysi tarafga qayirsangiz, xuddi shu tarafga yo'naltirib ketavergandek, ongingizni o'zingiz ongli ravishda, anglagan holda, vibratsiyalaringizni ko'targan holda dasturlab borasiz. Yozib qo'ying, ong har doim yosh bolaga o'xshaydi. Va uni nimaga dasturlasak, xuddi shu narsaga ishonadi va shu hayotni bizga olib kelib beradi.